Aziz do'stlar, mana Toshkent Farg'ona perivali vodiyda qor yog'madi bu yil qishi bilan, shuning uchun perivalda qor bor ekan. Bu ham juda unchalik ko'p emas, bir kun oldin yoqqan ekan. Shuni ko'rib olib o'tib ketyapmiz mana. Hop. Endi pastlikka tushyapmiz Toshkent tomonga. Qor kamayib boradi yana. Chunki eng tepada ko'p edi. Mana bu taraflarda ham уже sekin yo'llarda kamayib erib ketyapti, tepada qolgan xolos. Tushib ko'rmoqchi bo'ldim. Shunaqa gaplar ko'p ekan. Olib kelmadim. Bir ikkitadan so'rasam, yo'q, qor yo'q. Sayyor joylarda qolgan bo'ldi, buni kecha yog'ibdi-da. Endi Toshkentga kettirdim hozir. Ish bilan. Nasib bo'lsa kiyinib kelaman, endi borib kelgandan keyin. Erib ketib qolmasa. Shunaqa gaplar, aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Podpisatsiya tugmasini bosinglar. Obuna bo'lishingiz chiqmasin. Biz endi boshladik, Xudo xolasa yaxshi videolar qo'yishda davom etamiz.